Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun yana bir bor Realmed klinikamiz YouTube sahifasida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Furqat aka, xush kelibsiz. Mana bugun obunachilarimiz tomonidan oqtog' kasalligi bo'yicha juda ham ko'plab savollar kelgan. Shulardan eng ko'pchilikni qiynaydigan oqtog'larga ko'pincha sabab bo'ladigan stress bo'yicha oqtog'larning kelib chiqishi ko'p so'ralgan va ayniqsa oqtog' kelib chiqishiga ham haqiqatdan ham stressni roli juda ham katta. Shunaqa bemorlarimiz kelishgan, Ilyos aka, bugun kechqurun juda ham qattiq stress bo'ldim va ertasi kuni ertalab tursam yuzim oqarib qolgan degan bemorlarimiz ham bo'lgan. Mana shunday juda ham muhim bo'lgan mavzu, ya'ni stressni oqtog' kasalligini kelib chiqishi haqida gaplashamiz. Aziz do'stlar, agarda siz ushbu videoni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, bundan oldingi videolarni ham albatta ko'rib chiqishni tavsiya qilamiz. Chunki har bir chiqargan videomizda bitta muhim masala to'g'risida gapirishga harakat qilganmiz va ushbu videolarni ko'rganda siz qaysidir muammoyingizga demak yechim topishingiz mumkin. Demak, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Furqat aka, shunaqa savol kelgan. O'g'limda stressdan qo'l barmoq bo'g'imida paydo bo'ldi. Nima qilsa bo'ladi? Ko'paymasligi uchun nima qilish kerak degan savol kelgan. Shu va boshqa mana shu stress bilan bog'liq holatlar haqida bir gaplashsak. Qarang, stress deb aytmoqmiz o'zimiz, что stress orqasidan shu kasallik kelib chiqqan. Birinchi o'chirda shu stress chaqirmaslikka harakat qilish kerak-da. Endi bilaman, tam farzandingiz o'sha o'qishini ko'p kontrol qilsangiz yoki uyda qandaydir bir arzimagan ishda nima qilib qo'ymasa ham unga ham stress holatda o'sha qo'rqituvga olib kelib qo'ysangiz, конечно, tam bu bolalarda o'sha shunaqa psixika formirovatsiya qila boshlaydi, shuni orqasidan o'sha kasalliklar kelib chiqadi. Lekin mana shu yerda keling, men ko'proq shuni yoritib bermoqchi edim. Nima uchun, qanday qilib bu stress o'sha mexanizmi nimaga, qanday o'sha jarayon ketadi, shu to'g'risida hozir gaplashib olsak deyman. O'sha Selye degan uchun bo'lgan, birinchi o'sha stressni определять qilganda shuni aniqlaganki, o'sha nadpochnik bor, inson o'sha buyrak usti bezlari deyiladi. O'sha buyrak usti bezlari juda ham ko'p miqdorda kortizol ishlab chiqaradi. Keyin o'sha kortizolni ish bajarishini juda ham ko'p miqdorda ko'payib ketsa, nimaga olib kelishini o'sha izuchat qilganda shuni ko'rib chiqqanki, o'sha kortizol juda ham ko'p ishlab chiqarilganda bu birinchi очередda o'sha spazmni olib keladi. Spazm olib kelgandan keyin bilasiz, nimayda oziqa o'sha yerga ko'p kelmaydi, nimayda vitaminlar, nizamiy aminokislotalar kelmaydi o'sha joyga. Buni orqasida o'sha joyda tam masalan paydo bo'lishi kerak bo'lgan melaninni masalan sintez protsessi buziladi. Qarang, bu bitta nimasini aytmoqchiman. Bu faqatgina o'zi bu bilan nimayda oqdog' va faqat terini ko'rmaslik kerakda. Ko'plar faqat bu stress bo'lganda demak faqat oqdog' keltirib chiqadi. Yo'q. Bu demak o'sha inson sistemasida 14 ta sistema bo'lsa, hamma o'sha sistemalarga endi gravitorniy sistema deydi-da, qon ishlab chiqarish sistemasini ham buzadi. Buni orqasidan nima olib keladi? Gemoglobin tushib ketadi. Gemoglobin tushib ketishi orqasida o'sha joyda biokimik jarayon, melanin hosil bo'lish jarayoni to'liq ketmaydi va yetarli miqdorda tanada ishlab chiqarolmaydi. Bu endi melanin yetmagandan keyin terini ayrim joylarda oq dog'lar paydo bo'la boshlaydi. Qarangda, mexanizmi nimaga yotadi? Shuning uchun ko'pincha bizga o'sha nima edi, oqtog' bilan kasal bo'lganda e'tibor bersangiz, ko'pincha tam teriga nima urg'u beriladi, boshqa lekin boshqa o'sha 14 ta sistemani ham ish faoliyatini tiklashni yo'lga qo'yish kerak. Undan tashqari o'sha eng katta muammolar, eng kattasi men shunday deb hisoblayman, bu autoimmun proseslar. Demak, qachonki o'sha immun sistema o'zi eshitib o'tiribsiz, har kuni nimayda ekologiya buzilgan, ovqat yeyishi buzilgan, buni orqasida o'sha protoplazma, plazma xususiyati buziladi. Buni orqasida immunitet ishdan chiqadi. Shunaqa antigenlar paydo bo'ladiki,
hujayra retseptorlarini ish faoliyatini buzib turib, o'zini immun sistemasi, o'zini kletkalari, o'zini hujayralariga qarshi kurasha boshlaydi. Shuning uchun bizda kelib o'sha insonlar bu yerda nima qilganda gormon ishlatmaydimi yoki nimadir kam dozada dori qilasizlarmi, bu qanaqa dori darmon deb so'rashdan oldin o'zlarini o'zini ham o'sha stress holatiga qanchalik moyil emasligi, qanchalik bu nima endi qarangda, har kun o'sha o'q dog'ini ko'raversa inson nima bo'ladi, siqilaveradi. Siqilishni o'zi yana kortizolni ko'paytiradi, xuddi o'sha stressni o'zini o'zi anglamagan ravishda yana olib kelib qo'yaveradi shunga. Ana buni tushunish kerak. Shuning uchun biz aytamizku, mana qarang, хорошо, o'q-doq kasalligi bor ekan. Siz shu kasallikda shu bugundan unutib olasizmi? Shu bugundan shunga munosabatingiz yo'q, qanday qilib unutay? Chunki har kun oynaga qaraganimda o'shani ko'raman, siqiladi, yana kortizolni ko'paytiraveradi. O'zimiz aytib o'tiribmiz, qarangda, stressda orqasidan shunday bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Keling, birinchi ochida хотя бы stressni to'xtataylik, shuni orqasidan kortizol ishlab chiqarishini kamaytiraylik. Shuni orqasidan o'sha melanin o'zi ishlab chiqaraveradi. Shu melanin ishlab chiqarish funksiyasini хотя бы unga xalaqit bermaylik. Hozircha qachonki inson qanchalik ishonmaydi, yana shu narsani ichida qolib, nimada ishonchsizlik yo'qotgan kunda bo'ldi, bu inson bilan prosta ishlash juda ham qiyin kechadi. Chunki bu yerda boya aytganimdek, faqatgina bu terini o'ziga ta'sir qilmaydi, yo'q. O'sha asab sistemasini ham ishdan chiqaradi. Immun sistemasini ham, oshqozon hazm qilish sistemasini ham ishdan chiqaradi. O'sha bo'g'imlar nima uchun harakat kerak, nimaydi, qon tomirlar aktivni ishlash kerak, движение bo'lish kerak-da hamma vaqt. O'sha nimaydi, plazma tozalanib turishi kerak. Bu plazma tozalanish orqasida hujayra ichidagi protoplazma tozalanishi kerak. Bu proseslar hammasi buzilaveradi. Ana qarang, ketma-ketlikka e'tibor bering. Mana shu ketma-ketlikni qachonki to'xtatsak, ana nimaydi, inson bu yerda o'q-doq kasalligidan butunlay nimaydi qutulishi uchun sharoit yaratiladi. Shuning uchun men hamma vaqt aytaman-da, insonga birinchi vaqt kelganda qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, ichki muhitingiz, mana bu xotirjamligingizni topib olasizmi deyman. Chunki shuni orqasida o'sha pH sreda normaga keladi. pH sreda kelganida normada, tagda o'ziga qarshi kurashish jarayonlari ketmaydi. Ana shuni orqasida nimaydi, o'q-doqdan nimaydi, yaxshi bo'lish prosesi namnoga kuchayadi. Tezroq ketadi bu proses. Muammo ham shunda-da, ko'pchilik mana bemorlarimiz qanaqadir eng zo'r dori ayting, eng zo'r ukkol ayting yoki maza ayting, tabletka ayting, men shuni ichayda tuzalay, bu xuddi bir haligi sehrli bir dori aytishimiz kerak, shu bilan tuzalib ketsa-da. Bu stressni roli, mana tuzalayotgan bemorlarimizni ham ko'ryapmiz. Kim ko'proq natijaga erishyapti desa, o'sha kun davomida xotirjamligini saqlolgan, kasalligini o'sha o'ylamaydigan, o'sha tashvishlarini ko'p o'ylamaydigan, o'zini ishiga, maqsadiga, boshqa bir o'zini chalg'itadigan narsa bilan mashg'ul bo'lgan odamlarda ko'proq, demak, natija tezroq bo'lishini ko'ryapmiz. Buni aksi bo'lsa, ko'payib ketayotgan, badanini, tanasini butun hamma joyiga tarqab ketayotgan bemorlarni shunday kuzatsangiz, solishtirsangiz, o'ta injiq, demak, ko'p asab qiladigan bir tayinli ishi yo'q, maqsadi yo'q. Mana shunaqa odamlarda ko'payib ketayotganligini ham ko'p ko'ramiz. To'g'ri aytdingiz. Endi mana keling, shuni yana o'sha jarayon, qanaqa jarayon ketadi, qanaqa mexanizmini shuni ham yana bir ko'rib chiqaylik-da. Yana qarangda, inson tanasida kelganda kimdir o'q-doq aytadi, mana bu uchastkasida bu uchastkasida yo'q deydi. Mana bu yerda o'q-doq kuzatiladi, aytaylik, qo'lini yoki badanni qaysi bir qismida yo'q. Nima uchun degan savol. Men shunga javob bermoqchiman-da, qarang. Hujayra muhitda yashaydi-da, har bir hujayra. Demak, mana bu hujayra melaninni yaxshi ishlab chiqaradi. O'sha muhiti toza muhit. Bu yerga normal fiziologik muhitlar, o'sha proseslar ketadi. Yetarlicha oziqa keladi, yetarlicha o'sha vitaminlar bor, yetarlicha minerallar bor, yetarlicha aminokislotalar bor. Bu yerda jarayon o'sha suyuqligi, shuni aylanib yuradigan suyuqlik, bu sog'lom muhit hosil qiladi. Endi qarang, o'q-doq bo'lgan joydagi muhit mana bu nimaydi, rang bergan muhitdan farq qiladi. Bu yerdagi muhitni
mana bu muhitdagi tam o'sha sog'lom muhitdagiga aylantirish kerak. Buni aylantirish uchun sizga shuning uchun nima edi doktor nima beradi, ovqatingga tam e'tibor ber deydi. Qarang, bu bitta muhit emasda. Yoki o'sha nima edi stressdan qutul yoki bo'lmasa hozir qarang har kun aytadi-da tam maska to'qib yur. Biz o'ylaymiz maska to'qib yurmasam ham bo'laveradi. Chunki bu siz prosta tam ultrafiolet yoki yorug'likdan nima qilib ko'ringda, turib havoga ko'ringda qancha zarralar uchib yurganini, qanchalik bu zarralar ichingizga tushib turib o'sha muhitni, o'sha oqdog' bo'lgan muhitni qanchalik ifloslantirayotganini ko'rmaysizda. Siz o'ylaysiz bundan emas deysiz. Hozir qurilish juda ham ko'p ketyapti. O'sha yerda bir yosh bolalar 20-25 ga kiradigan bolalar nima qilyapti? Boyagi granit, mana bunaqa granitni olib turib, randalyapti, chang ko'tarilyapti. Bolaga qarasangiz, ishonasizmi? Sochga nima kiygan, shapka kiygan, ko'zoynak to'g'risida gapirish ham yo'q. Nima edi? Maska ham hech nima yo'q. Endi представить qiling, men prosta qarab, nima aytyapman deb. Bu potensialni bunaqa insonlar ertaga potensialni bronxialni astma, nima edi? Pnevmoskleroz yoki mana shunaqa o'pka nimasi kasallik bilan muammosi olib keladigan kasallik, пожалуйста, tayyorda qarangda. Chunki bilaman boshida bu bola bemalol shunday ishlayveradi. Chunki kompensator mexanizm borda. Hali chunki o'sha muhiti mana bu oqdog'dagiga o'xshab o'sha buzilgani yo'q hali. Lekin shuni buzayotgan bu anglamaydi. Qarang, o'shani o'zini buzaveradi, muhitini shunchalik yomonga olib keladi, ertaga bir kasallik olib keladi. Shuning uchun muhit juda katta rol o'ynaydi mana bu yerda. O'sha haqiqatan ham bilib qo'ying, agar zo'r dori, agarda ham milliard turadigan dori bo'lib, o'sha oqdog' kasalligini shu bugun to'xtatib berib, melaninni ko'paytirib nima qilib bergan bo'lsa ham, agar stress holatida bo'lsa yoki muhitini ana shunday buzaversa, bu istaysizmi, istamaysizmi, yana o'sha kasallikka nima edi qaytarib olib keladi. Shuning uchun mana buni anglashni to'g'ri tushunish kerak. Mana bu o'ziz вообще nima qilyapsiz? Qanchalikgacha o'zizda yaxshi ko'rasiz? Qanchalikgacha mana shu вроде бы elementar narsalarga e'tibor berasiz? O'sha qarangda, siz agar shunday shu ochiq havoda bemaska yursangiz, bolangiz nima qiladi? Bolangiz ham xuddi siz tutadigan ishni qiladi. Bu bilan o'zingizni muhitingizni ifloslantiryapsiz. Mana bu yerda kelyapsiz, hujayra miqyosida ishlayapmiz. Shu muhitingizni tozalayapmizda, tam nima edi, o'zgina yordam berib, lekin siz uyga borib turib yoki bo'lmasa ko'chaga chiqqaningizdan keyin bu nima edi, mana bu больницаdan chiqqaningizdan keyin yana o'sha eskicha o'zingizni tutasiz, eskicha yo'l yurasiz. Kechirasiz, qanchalik biza конечно keyin aytasiz, shuncha pul sarfladim, shuncha uzoqdan keldim, yaxshi bo'lmayapman. Siz nima qadam tashlayapsiz? Siz nima qilyapsiz? Чтобы tuzalib ketishingiz uchun. Yana bir shunday holat bor. Mana ota-ona keladi, farzandida oqdog' bor, oila a'zolaridan hech kimda yo'q. Farzandni tekshiramiz, sog'lom. Qarasangiz, o'ylasangiz bir asab qiladigan, stressga tushadigan hech bir holatni ko'rmaysiz. Lekin ota-ona juda ham bezovta. Mana shu narsani farzandiga kasallik kelib chiqishida qanchalik roli bor shu haqda ham? Zo'r nimani aytdingiz? Qarangda, endi nima yaxshi o'sha ezoterika deydi. Chistotniy nima, psixologiyani nima uchun yaxshi ko'raman? Psixologiyani o'rganganim mana shunaqa tushunchalarga juda ham yaxshi nima yordam beradi. Qarang, hozir tushunib olasiz. Biz aytamizda, bugungi bir qiziq nima hodisa bo'ldi. Bir ayolgina yosh ona onasi bilan keldi. Uni onasiniki nevara bo'ladi, bu o'zini qizchasi. Olib keldi. Lecheniya qilyapmiz. Nima deyapti onasi? Busi. Men shu siqilyapman-da dedi. Onasi qarang nima deyapti. Men siqilganim yo'q. Men ishonyapman. Bo'ldi. Endi hozir qanaqa situatsiya ketyapti, o'zi tushunib olasiz. Endi onasi nima edi? Ishonchi bor, spokойствие. Endi mana shu spokойствие bo'lganda, o'shanaqa vibratsiyada nima to'lqin tarqatadi.
qarang, shunaqa vibratsiyada o'sha genlari ishlaydi-da, u genlarida ishonch nimasi bor, yetarli darajada melanin ishlab chiqarib oladi degan nimada, как antenna nimada informatsiyani bolasiga jo'natyapti. Lekin u yerda siqilayotgan buvisi buni anglamagan holda siqilib turib, siqilgan nimani yuborib turib, boyagi melanin ishlab chiqarish prosesini o'zi to'xtatib qo'yadi. Buni lekin anglamagan holda qilyapti. Bular o'ylayapti, o'sha siqilsam men как будто bolamga yordam beryapman deydi. Azizlar, iltimos, siqilishni to'xtating. Siz siqilganingiz bilan, bu bilasizmi, xuddi mana bu nimaga o'xshaydi-da. Mana masalan, menda hozir jajda bor, suv ichkim kelyapti, lekin men uchun Ilyos suv ichyapti-da. Xuddi shunaqa holatda. Shuning uchun nima demoqchiman? Mana shu prosesni to'xtatish uchun хотя бы siqilmang. Nimaydi? O'zingiz aytasiz, Allohga tavakkal qilamiz, bo'ldi, tam Xudo nimasi deymizda, lekin baribir o'zimiz anglamagan ravishda yana siqilaveramiz. Endi mana bu Furqat aka, stress bor, haqiqatdan buni butunlay hayotimizdan olib tashlay olmaymiz, lekin qanday yechim qilsak bo'ladi mana shu holatga-da? Masalan, hamma narsani yechimi bor-da. Gap Shu to'ppa haqda to'g'ri. gapirsak. Qarangda, bir qiziq, men aytmoqchiman, o'sha psixologiyani o'qishimdan oldin buni o'qish kerak, buni ko'p narsalarda kuzatish kerak. O'sha psixologlarni nima uchun hozir biz mana Inject Medicalda psixolog olganmiz, psixolog ham ishlaydi. Buni sababi shundaki, buni yordam berish tarafi shundan iboratki, chunki через psixologiya, mana qarang, stress bo'ldi inson. Stress bo'lganda u anglamagan ravishda kimdir uni xafa qilib qo'ydi-ku, ana shu xafa bo'lganini o'ziga olib yuraveradi. Qarang, 5 minut emas, 10 minut emas, 1 soat, 10 soat, 1 kun. Menda shunaqa nimani kuzatganman, o'sha Moskvada tam nima edi, darslar o'tib yurganimda, mana shu nimada eng rekord qo'ygan bir yoshi katta inson nimada kelib nima deydi? Necha yildan beri mana shu tam alam zadasiz, mana sizga kimdir o'sha stress holatiga keltirgan, mana shu stress holatda yuribsiz desam, bilasizmi deydi? 37 yildan beri deydi. Eng katta rekord shu bo'lgan. Nima demoqchiman bu bilan? Хорошо, gruba sizni kimdir xafa qildi. Bu stress holatga tushdingiz. Endi agar shu stress holatini dagi o'sha kechinmalarni o'zingizda olib yuraversangiz, dalshi mana bu bilan o'sha kasallik bo'lishingizni nimasini vaqtini uzaytiraverasiz. Shuning uchun nima demoqchiman? Mana bu yerda anglash bor. Da sizni xafa qildi. Хорошо, shu bo'lgan situatsiyani uni важности deydi. Uni vesini yoki nimasini kamaytirish kerak. Uni nima deydi? Ruschada uni значимость deydi-da. Ahamiyatini. Вот, ahamiyatini просто kichraytirish kerak. Qachonki siz u situatsiyani, o'sha alamzada bo'lgan nimani situatsiyasini просто kichraytirasiz, всё, stress sizda уже qo'yib yurmaydi. Shuning uchun mana shunaqa situatsiyalarda stress tushganda men bitta zo'r nimasi bor-da. Mana qarang, inson stress holatda tushdi, kimdir endi siz gapirishingiz kerak. Men o'shanga birdan javob qaytarmasdan aytaman, ichingizda 20 gacha saning deyman. Bilasizmi nima uchun bu qilinadi? Stress bo'lganda tam inson sizni stress nimaga keltirib, mana bu turganingizda 20 gacha sanasangiz, хотя бы mana shu o'rinda qolmaydi o'zi stress. Stressingiz хотя бы ozgina bo'lsa ham tushadi. Qarang, agarda siz 1 minutgacha sanasangiz, uni ahamiyati yanada tushadi. Agar 5 minutgacha turib olsangiz, ahamiyatini prosta yo'qotasiz. Lekin bizda shunaqa san jinni desa birdaniga jinni deb javob beradigan insonlar bu уже nimasiga tushmadi, o'sha nimada qoldi. Bo'ldi, u inson o'sha situatsiyani nimasi quli. Всё. Uchun siz uchun nima muhim? Kimdir sizni manipulировать qilib stressga keltirib, ertaga o'g'dog'ingizni yana siz ushlab qolib, nosog'lom bo'lishingizmi yoki bo'lmasa siz ertaga sog'lom inson bo'lib, nima edi, darddan qutulishingizmi? Ana buni taroziga qo'yib ko'rish kerak. Mana aziz do'stlar, o'zingiz ko'rib turganingizdek, haqiqatdan ham stress hayotimizda, hammamizda hayotimizda bor. Lekin stress bilan bog'liq bo'lgan holatlarni sekin-sekinlik bilan bartaraf qilish mumkin va bundan kelib chiqadigan barcha kasalliklarni ham bemalol davolasa bo'ladi. Buning uchun biz klinikamizda albatta sharoitlar qilganmiz, ya'ni nevropatologlarimiz bor. Haqiqatdan ham o'sha umuman bo'lmaydigan holatlarda kuchli psixologlarni ham tavsiya qilamiz, sog'lomlashtirish markazlarini tavsiya qilamiz. O'zimiz yordam bera olmagan taqdirimizda, lekin
baribir ham birinchi o'rinda o'sha nevrologlar bilan ko'rib, kerak bo'lsa bitta ikkita dorilar vaqtincha, igla terapiyalar, o'sha dorisiz metodikalar yoki davolovchi masajlar qilib o'sha stresslarni olishga yordam beramiz. Lekin baribir ham agar siz mana shu holatni anglab yetib, осознанный deydi-ku, shu narsa ertaga kasallikni bundan ham yomon holatga olib kelib qo'yishini anglab yetib, shunga qarab harakat qilmay ekansiz, unga unaqa holatda hech kim sizga yordam bera olmaydi. Shu sababli ham agar siz ham uzoq vaqtlardan beri yoki farzandlaringiz, yaqinlaringiz mana shu oqtoq kasalligi bilan kasallanib, har xil muolajalar olib shifo topolmayotgan bo'lsangiz, albatta mana shu stress holatini demak bartaraf qilmayotgandirsiz. Mana shunga ham e'tibor qiladigan bo'lsangiz, demak natijaga erishishingiz yana ham tezroq bo'lishi mumkin. Agarda siz ham oqtoq kasalligidan turli xil muolajalarni sinab ko'rib ham natijaga erisha olmayotgan bo'lsangiz, albatta Realmed klinikamizga murojaat qiling. Biz sizga nafaqat an'anaviy har xil dori-darmonlar bilan, bundan tashqari aynan sizni stressingiz bilan kurashib uni bartaraf qilishga, bundan tashqari hujayra darajasidagi davolash metodikalarini qo'llab, hech qanday gormon preparatlarini ishlatmagan holatda demak yechim berishga harakat qilamiz. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Manzilimiz Samarqand shahri, Mahmud Qashqariy ko'chasi 84-uy, Mo'ljal Royal Hall restoran. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.